Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda ish foydalanuvchilar va yakatda o'sgan ashaddiy obunachilar. Mana bugun 11-oktyabr hafta kuniga akalar shanba. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida biz Anvar akamizni qo'rasiga kelganmiz. Akalar mana juda ko'pchilik obunachilarimiz so'rashayotgandi, do'rper qo'ylardan qachon chiqarasiz? Mana do'rper qo'ylari akalar. Qo'zilaridan bor, qo'zi qo'chqor, qo'zi so'liq, ena so'liq, katta qo'chqorlaridan. Xullas hamma variantlaridan bor. Bo'g'oz so'liqlardan ham bor. Videoda oxirigacha tomosha qilsalaring, shular ko'rsatib o'tib ketamiz. Anvar aka, bu arashallarni oldingizmi aka? Oldik, xudo xolisa. Assalomu alaykum, Jasur aka. Sizmisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz Yangiyo'lga. Liniyali shekilli. Ha, bular liniyali qiziqishga qani arashan deyishyapti. Biz ham bir qani boqib ko'rmoqchimiz. Xudo xolisa do'rperdagi effekt beradimi, yo'qmi deb qani buni ham bir ishqibozchiligi xudo xolisa oldik. Ha. Yashang. Bular sotmasangiz kerak-a? Yo'q, bular sotilmaydi. Do'rper qo'ylarimiz sotiladi, hammasi akalar. Sotiladi. Mana tomonda yana bir qator ko'rsatib beraylik. Qo'zi so'liqlar, ha bular? Ha, bular qo'zi so'liqlar. Qo'zi so'liqlar. Mana bu qo'zi qo'chqorlari, katta qo'chqorlari ham bor. Ichida hozir hammasini turgan joyida ko'rsatamiz. Hozir mana partiyamiz tashqariga chiqarib yubordik. Xudo xolasa, ishqibozlari bo'lsa mana kelaverasizlar, akalar. Bular necha oylik atrofida? Bular 8 oyliklar. 8 oylikmi? Aha. Hammasi qo'chqor-a bularni? Yo'q, bular hammasi sol, urg'och so'liqlar. Urg'och so'liqlar-a bular? Ha, urg'och so'liqlar. Kirib ketib qolishdi nari yoqqa. Haydavering uka, baqa haydang. Urg'ochi so'liqlar 8 oylik atrofida akalar. Bular ichida ana kraskalab qo'yganingiz nimasi endi u? Nima deysiz? O kraskalab qo'yganingiz. Kraskalaganlarimizni mana vaksina qilganimizda belgi bo'lish uchun deb qildik. Ha, adashib ketmasligimiz uchun. Ha. Bularni qachon qo'chqorga qo'shiladi endi? Xudo xolasa yanvar, fevralga inshaalloh qo'shsa bo'ladi. Yanvar, fevral oylarida akalar qo'shsalaringiz qo'chqordi. Qo'chqorlari ham haligi bir-biriga qo'shsa bo'laveradiganlarni o'zingiz ko'rsatib berasiz aka. Xudo xolasa inshaalloh. Haligi opuka bo'lib qolmaydi, xullas boshqa qoniga bir-biriga tushmaydiganini qilib qoniga tushadiganini qilib beriladi akalar. Chunki misol hali opuka bo'lsa bo'lmaydi, bilasizlar. Molda ham, qo'yda ham degandek, ana to'sib yuboring uka. Ketib qolmasin, ha jonivorlar. Soni nechta buni Anvar aka? Bu yerda bir 25 ta do'rpercha qo'zi solimiz bor. 25-26 ta. Arashallardan tashqari. Arashallardan tashqari. Bu partiyadan. Aka, bularda endi bir joyga narxi necha puldan bular aka? Agar 10 ta olsa $800 o'tib beramiz. Agar 10 tagacha bo'lsa, bittadan 10 tagacha bo'lsa, donasi $800 dan. $800 dan. Ha, bular birinchi sortliklari, o'sha sifati yaxshilari. Bundan arzonchi xohlaganlarga bundan ham sal arzonroqlarimiz bor. Oldingi safar ham bir 2 oy oldin video qildik. U videoda $450, $350 dan qo'zi qo'chqarlar chiqardik, lekin ularni sifati pastroq, arzonchi xohlagan akalarimizga shu arzonchilardan olib keldik. Bular tugadi ular. Bular tugadi, ha. Bular eng vishi kategoriya. Ha, bular xudo xolsa yaxshilari, inshaalloh uyaltirmaydiganlar. Mana o'zi ko'rinib bilinib turibdi. Hammasi qora kallagan-a? Bu tomonda bitta ikkita oq kallar. Bu yerda ikkita oq kalla bor. Endi akalar mana shu partiyamizni ko'rsatamiz. Bularni endi tanlab olsa katta kichigigacha picha plyus-minus bo'ladimi yo standart bir xilda ketaveradimi? Yo'q, hammasi bir xilda ketadi. Narxi o'sha $800 dan $800 10 ta olgan odamga $200 o'tib beriladi. $20 dan skidka qilib berasiz-da. Mana shunaqa. Aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Endi ikkinchi partiyamizni mana shular ko'rsatib beraylik. Sekin endi qo'rada ko'rsataveramiz. Bo'laveradi. Nechta batta aka? Bu yerda xudo xolsa 10 ta qoldi hozir. Adashmasam, hozir bitta ketdi mana. Hozir bitta yuklab bordingiz-a? Yuklab bordi. 3, 4, 5, to'g'ri. 10 ta ekanmi? 10 ta ekan. Bular necha oylik atrofida aka? Bular ham oyligi bir xil. 8 oylik. 8 oylik. 7 oylik, 8 oylik. Bularning yeb ichish sonlari ham joyida. Xudo xolasa yaxshi inshaalloh. Mana holati ko'rib turibsiz. Yanvar, fevrallarga bunga ham qo'chqor qo'shsa bo'ladi. Bunga ham qo'shsa bo'ladi. Bularda aka necha puldan qilib berasiz? Bular $650 dan. Buni ana unga o'xshagan emas-da endi, bu. Bu sag'al sifati pastroqlar. Ikkinchi sort ekanda. Ikkinchi sortlilar. Mana akalar, ishqibozlari bu partiyamizga ham aloqaga chiqib ko'rasizlar. Endi bularni ko'rsatamiz, aka. Bular qo'zi qo'chqarchalarimiz. Bitta ham kattadan tashqari. Bu katta naryodigalar bilan suzishgani uchun bu yoqqa qo'yganlar. Kattadan tashqari nechta batta qo'chqor aka? Bu yerda kattadan tashqari hozir 10 bitta bo'lish kerak, 10 bitta. Bu yerda $550 dan boshlab $700 gacha. Ana kattani narxi-chi? Kattaniki 1,5 ming bu. $1,5 ming. U tish yorganmi?
Bu ikki tish bo'ldi endi. 110 kilo живой вес. Olmashi. Shu turishi 110 kilo. Aha. Gap yo'q. Ana u Oltiarada haligi muxbir akam bor-ku. Yomon boqib qo'yibdi. Ko'rdingizmi? Ular ham yaxshi boqadilar. Vashi yorib bor. Boqish ham oddiy. Hali silos bir narsalar, moldan qolgan yemlarni tashlab turib, pishqirtirib beribdi ona aka. Xullas hali nima deydi? Mana qo'y qilib ko'paytirib olaman deganga so'lovlari mana 2 partiya qo'zi so'lovlari, narxi arzonlardan akalar. Endi bularga mana shu bitta moslab turib, ana u nari partiyangiz bitta odam oladigan bo'lsa, bitta qo'chqor yetadi. 30 taga bitta yetadi. 30 ta, 30 ta bas deydi-da. Ha, u yerda 25 ta. 25 ta. Bitta zo'r qo'chqorni qo'shasizlar akalar, o'ta go'zal bo'ladi. Xo'p, endi bu partiyamizga ham qo'chqormi bular yo? Yo'q, bu yerda mana bitta qo'zi qo'chqarchamiz. Ha. Bu qo'zi qo'chqarcha bu xudo xolasa 10 oylik bo'ldi. Mana mashinasi 10 oylik bo'ldi. Qo'zi qo'chqor. Ha, buni probnikka qo'ydik. Ha. Qolganlari hammasi Soluvlar, ha. Bo'g'ozmi bular aka? Xudo xolasa bo'g'oz bo'lishi kerak inshaalloh. Yoshlari qanaqa bularni? Yoshlariniki 2 tishdan 6 tishgacha. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qorin bo'ladi. Mana Bular ham bir yilda bir marta tug'adimi? Biz har 8 oyda qo'yyapmiz, чтобы nima deydi, yonidagi bolasi yaxshi o'sish uchun. Agar misol uchun bu tuqqandan keyin ham 20-25 kundan keyin yana kuylaveradi. Agar yana qo'chqar qo'shadigan bo'lsangiz, yonidagi bolasiga sut kamayadi, xolisni xohlamaysiz. Keyin ichidagi bolaga ham immunitetiga baribir ta'sir qiladi. To'g'ri. Shuning uchun sog'lom bo'lishni, yaxshi nasl olishni xohlasangiz, shu sutdan chiqarib 3 oylik bo'lgandan keyin qo'chqar qo'shsangiz, ancha yaxshi bo'ladi. Yaxshi natija olinadi. Bolalar ham sifatli bo'ladi. Haligi pachaqlashgan sari pachaqlashib ketaveradi-da bular. $450 o'sha boshda chiqarganimiz o'sha pachoq bo'lib qolganlar. O'sha onasi, bolasi bo'lib turib, tug'ib turib, sirazi qochib qolganlar-da. Mana bu endi haqiqiy vishi kategoriya mana. Polvonlar. Bu babaqalar osilib qoldi, qo'chqorini. Boshqacha qo'chqaramiz. Sementdan o'g'izlar, babaqasi. Bular narxini aytmading-ku? Bular narxi 1200 dan 1300 gacha. So'lovlarni o'zi. Qo'chqorichi? Yo'q, qo'chqarimiz sotilmaydi. Qoladi, Qoladi, 1200 dan 1300 gacha so'lovlari, bo'g'oz so'lovlari. Hozir mana shular endi aka nechtadan tug'ishi mumkin aka? Balkim 3 ta bo'lar, balkim bitta bo'lar. Odatda sheriklari nechtadan tug'yapti? Nari fermada. Yoshi o'tgan sari o'sha tug'ish ko'payib boraveradi. Tug'ish ko'payib boraveradi. Faqat unga yarasha o'zi ozuqasi, e'tibori yaxshi bo'lsa, xudo xolasa, yaxshi nasl olsa bo'ladi. Endi mana oq kallalligidan ham bor ekanda. Bor, xuddi mana bu yerda urg'ochi ikkita ko'rsatganingizdek, bu oq kallaligi, mana yana bitta oq kallalik. Qanaqa farqi bor? Sorti bir xilmi shular bilan? Bir xil. Buni farqi oq kalla qora kallaga nisbatan ozgina yiriroq bo'ladi. Mana bu? Ha, bu oq kalla yirik bo'ladi, bolaga mehribonroq bo'ladi ona qo'ylari. So'lovlari. Ajoyib bu. Ana uni bitta ikkovi ham qo'chqor ekanda. Ikkalovi bu hammasi qo'chqorlar. Ha, bitta so'lov debman. Hammasi qo'chqor ekan. 5 dona qo'chqor. Bular sotiladimi aka? Bular sotiladi. Nech puldan bular aka? Bular 1000 dan 1,5 minggacha. Shu katta 1,5 mingmi? Ha, katta 1,5 ming. Uni kichkinasi-chi? Mana buni. Beri yonida oq kalla. 1000 so'm u. 1000 so'm, $1000 aka. Xo'p, shu tish yorganmi ana aka? Shuna 2 tish bo'ldi endi. Qolganlari qo'zi? Qolganlari qo'zi tish. Ishqibozlari bo'lsa akalar tavsiya qilamiz. Kelaverasizlar. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, qo'ylar sog'lom. Haligi nima deydi? Anvar aka bir garantiya bormi? Bir hafta 10 kun yeb ichishiga? Garantiya endi uni qanaqa olib ketishiga bog'liqda u. O'shaning uchun mendan ko'p telefon qilib so'rashadi-da, garantiya bormi deyishadi-da. Men aytaman, qanaqa ahvolda olib ketasan bilmayman u deyman. Mana holati yaxshi, semiz. Agar kasal bo'lganda, boshqa bo'lganda, menimcha bunaqa bunaqa holati bo'lmasdi. Keyin mana misol uchun mana sanchastimiz bor. Bo'tga o'sha mazasi yo'qdan qo'ylarni ajratib qo'yaman. Ularni addushi parvarishini qilib turib, keyin nari qo'shib shunaqa. Shtobi kelgan odamga ham misol uchun nuqsoni bo'lsa, mana nuqsoni bor, puli mana bunaqa deb etib sotiladi. Shtobi qimmat narsa olgan odam og'rinib qolmasin. Jonivorlar chiqishlarini qaranglar. Mana urg'ochi so'lovlar akalar. Qo'zi bular hammasi. Hammasi qo'zi. Arashallar zo'rini olsiz degan aka. Xudo xolasa seleksiya qiling. Qo'chqor ham olarsiz ularga? Ha, xudo xolasa niyat bor. Qo'chqorni ham mana shu liniyaligidan qo'ysangiz, siz ham seleksiyalar olib ketasizda. Xudo xolasa. Bir 100 ta, 200 ta lab qilsangiz aka, kelib syomkalar qilaylik. Xudo xolasa inshaalloh. 1 yil, 2 yilda olib chiqasiz xudo xolasa. Xudo xolasa.
Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz o'ta ham go'zal bo'ldi. Narxlari ham yomon emas. Akalar, o'zi hozir anaqa arashan sololar, bo'g'oq sololar chiqaryapti. 6-7 milliondan. Pasti ular anaqasi to'g'ri kelib qolyapti. 2 yil haqida, 2 yil haqida misol uchun sololar eng zo'ri misol uchun 4 million, 5 million bo'lsa, hozir 6 million, 7 million, 8 milliongacha chiqib ketdi. O'zi sololar. Bularda nech puldan oldingiz arashanlarni? Bular qimmat. Ha? Aytsangiz osso'kib olishadi. Qimmat. Agar lekin puliga yarasha ekan. Eshitdim bu narxini, xullas aloqaga chiqaverasizlar. Kelar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.